Assalomu alaykum hurmatli rahbariyat, aziz hamkasblar va muhtarama opa-singillar. Barchangizni kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayol hayotimizda fayzi, oilamizda tayanch, jamiyatimizda mehr, muhabbat va ezgulik timsoli. Ayollarning jamiyatdagi o'rni va nufuzi qanchalik yuksak bo'lsa, jamiyat taraqqiyoti ham shunchalik barqaror va mustahkam bo'ladi. Islohotlar yo'lida shiddat bilan odimlayotgan yurtimizni gullab-yashnashi, iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy ravnaqi, xalqimiz farovonligi hamda turmush darajasini yuksaltirish yo'lida munosib ishtirokingizda ulkan muvaffaqiyatlar doimo hamroh bo'lsin. Go'zallik va salomatlik tark etmasin. Kunda bahorning eng ilk bayrami bo'lmish 8-mart Xotin-qizlar bayrami Soliq boshqarmasida juda yuqori saviyada tashkil etildi. Buning uchun rahbariyatga, hamma erkaklarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan bir qatorda hamma ayol qizlarimizni, soliq tizimida xizmat qilayotgan ayollarimiz, opa-singillarimiz va boshqa davlat xizmatchilarini ham shu bayram bilan muborakbod etamiz. Rahbariyatimiz tomonidan tashkil etilgan ushbu bayram tadbiri menga o'zgacha bir kayfiyat bag'ishladi. Buning sababi mening ham onam 28 yil davomida soliq tizimida ishlab mehnat faoliyatini olib borgan. Shuning uchun men soliq tizimida ishlaydigan ayollarning matonati, shijoatini alohida qadrlayman. Fursatdan foydalanib, o'zim va jamoadoshlarim nomidan barcha xotin-qizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz.